Hurmatli viloyatimiz fuqarolari va mehmonlari, Mening Farg'onam interaktiv portalining navbatdagi modullari ishga tushirildi. Aholining ijtimoiy muammolarini hal etish, taklif va murojaatlarini qabul qilish imkoniyati yanada kengaytirildi. Siz murojaatingizni bevosita ijrochi tashkilotga, mahalla raislari nazorati ostida yuborishingiz va holati bo'yicha real vaqt rejimida xabardor bo'lishingiz mumkin. Har bir murojaat to'g'ridan-to'g'ri viloyat hokimligi nazoratida bo'lib, ijobiy hal etilishi bo'yicha to'liq choralar ko'riladi. Tizimdan foydalanish uchun shunchaki may.firgana.uz havolasiga o'tishning o'zi yetarli. Agar elektron yuborishning imkoniyati bo'lmasa, o'z yashash hududingizdagi mahalla fuqarolar yig'inlariga borib, ovoragarchilik va qiyinchiliklarsiz tegishli tashkilotga murojaat yuborishingiz mumkin bo'ladi. Portalga viloyatdagi barcha tashkilotlar ulangan bo'lib, har bir murojaatni tezkorlik bilan ko'rib chiqish imkoniyati yaratilgan. Portaldan veb dastur, mobil ilova hamda Telegram botlar yordamida foydalanishingiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, sizlarning murojaat va masalalaringiz hal bo'lishidan, bebaho vaqtingizni ayashdan eng avvalo biz manfaatdormiz. Muammolaringizning zamonaviy va tezkor yechimi bo'lgan Mening Farg'onam interaktiv portalidan faol foydalanishingizni so'raymiz.